oddiy chistka muolajadan infeksiya tushirishyapti. Instrument toza bo'lmasligi mumkin. Kim qanaqa ishlaydi, kim qanaqa tozalaydi endi bilmaymiz. Oddiy chistkadan muammo juda ham ko'p hozirgi kunda. Shuning uchun men hozirgi vaqtda kosmetologlarga aytib o'taman, har bir ishlatayotgan instrumentlarimizni yaxshi tozalashimiz kerak. Steril bo'lishi kerak hammasi. Avtoklav, o'tsiz berishimiz kerak. Yaxshi tozalab, keyin uni kvarsga solib, ancha muddat yoqib o'tirish kerak. Ana undan keyin protsedura qilsa bo'ladi. Hozirgi vaqtda ko'pchilik ketma-ket chistkaga oladi, spirtliydi, kvarsga birpas tiqadi, sразу yana ishlaydi. U xato. Kamida imенно instrumentlar, temirlar 7-8 soat apparat ichida qolishi kerak. 7-8 soat ko'paytirib tashlaganmiz biz. 20 dan oshiq. 20 ta ishlatmaymiz kuniga, lekin 20 dan oshiq. Chunki bu bizga kerak.